qish kelyapti, birinchi o'rinda o'tin olish kerak, o'tinni maydalatish kerak, taklatish kerak. Bu o'tinni yoqasiz, uyingiz tutaydi, 2-3 marta zapravka qilasiz. Bu narsalarda umuman hojat yo'q. Akalar, o'tinli pechkalarda davr o'tdi. Men sizlarga bitta narsa ko'rsataman, hammasidan qutulasiz. Akalar, mana shu aqlli koteldan shuni olasiz, hammasidan qutulasiz. Bunga bitta zapravka qilib qo'yasiz, 1,5 sutkadan 2-3 sutkagacha yetadi. Xudo xolasa o'ta zo'ridan bo'ladi. Narxlari ham arzon narxlarda. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, akalar, 150 kvadratli bo'ladi. Narxi $850. Menga 200 kvadratli kerak deganlar uchun $1050, 300 kvadratli $1150, 400 kvadratli $1450, 500 kvadratli $1750. Sekin-sekin narxlari ko'tarilib ketaveradi. Dastavkasi O'zbekiston 12 ta viloyatga bepul. 1 yil garantiyalari bor akalar. Komplektga keladigan bo'lsak, miyalari, motorchi, ventilyatori bo'ladi. Bonusga stabilizatorlarni qo'shib berishadi. Kimga mana shunday kotellar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib, bizni kanaldan chiqishlar uchun bonuslar bilan qilib berishadi.